Har yili muborak kunlar arafasida yo'qsillar holidan xabar olish, aholining ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlashga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratiladi. Aynan shu kunlarda mehr-oqibat, himmat va saxovat kabi ezgu an'analarning yanada mustahkamlanishi, mamlakatimizda diniy qadriyatlarga bo'lgan hurmat va e'tiborning amaliy namunasi sifatida xalqimiz ko'ngliga xursandchilik baxsh etadi. Yaxshi kunlar yeb duo qiling, tinchlik bardavom bo'lsin. Barcha darmonlarga shifo bersin. Sizlar yaxshi bo'lib keting ballar baxtiga. Qurbon hayiti kunlarida kam ta'minlangan oilalarga yordam ko'rsatish bu bayramning eng go'zal fazilatlaridan biridir. Butun mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan xayriya tadbirlari Qashqadaryo viloyatida ham ko'tarinki ruhda tashkil etilib, viloyat bo'yicha 21899 ta oilaga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilib, ularning holidan xabar olinmoqda. Muborak Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 196-sonli qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan ijtimoiy reyestrdagi va ehtiyojmand oilalarning oila a'zolariga bir qator yordam va ijtimoiy ko'mak turlarini ko'rsatish belgilangan. Qashqadaryo viloyatida ham O'zbekiston Respublikasi Mahallalar uyushmasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi va Vaqf xayriya jamoat fondining joylardagi vakillari bilan birgalikda o'sha ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat yordam paket turlarini tarqatish ishlari davom etmoqda. Qo'l ichida kun kechirib kelayotgan Qarshi tumanilik Farog'at Qayumova ham ko'rsatilgan saxovatdan quvondi. Berilgan ehson shukronasini qilib bayramni xursandchilik bilan o'tkazayotganidan minnatdorligini yashirmadi. Yurtboshimiz hamisha bizning baxtimizga sog' bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Shuncha imkoniyatlar yaratib berdilar bizga. Katta rahmat o'qishga. Ehsonimiz uyimizgacha keldi. Davlatimizga ming marta rahmat. Binobarin xayrli tadbirlar asnosida keksa otaxon va onaxonlarni ziyorat qilish, bemorlar holidan xabar olish, yolg'iz va muhtoj insonlarga yordam berish har bir musulmon uchun savobli amaldir. Chunki haqiqiy bayram bu nafaqat shodlik qilish, balki boshqalarning qalbiga quvonch ulashish, muhtojlarni sevintirish va elning duosini olishdir.